Salom do'stlar. Iltimos sizlardan ana shu ta'limga qo'shilinglar. Bizlar tezroq 200 ta bo'lishimiz kerak. 200 tadan o'tib ketsak ham sizlarga rahmat deyisdim. Hammalaringizga rahmat. Siz bu gruppaga qo'shilib ana bunday ingliz tilini o'rganishingiz mumkin va mana shunday quizlarni yechishingiz ham mumkin. Men ana shu gruppaga qo'shilib ingliz tilini yaxshi o'rganyapman. Mana shuncha narsani o'rgatalar. Mana shu gruppada biz 37 ta obunachi bor. Hozir bizlar buni 200 ta qilamiz deb ustozimiz va'da berganmiz. Onlayn darslar ham o'talar. Seshanba va juma kunlari kelsalaringiz 3 maktabda bo'ladi. Soat 4:30 da bo'ladi va narxi 150 ming so'm. O'zi 300 ming so'm, 50% ustozimiz chegirma qilganlar. Shuning uchun mana 150 ming bo'lgan. Mana sizlar shuncha quiz ishlatdilar. Mana mazza qilasizlar quiz ishlab. Men bir marta xato qo'yganman. Shu quizdagi ana bunday tarjimasi ham beriladi. Ham inglizchasi ham tarjimasi. Yaxshilab o'qiysiz va sizlarga tushuntiradilar. Bu nima deb yaxshilab o'rganib olasizlar va keyin iltimos sizlarga bitta like bosib, kanalimga obuna bo'lib, mana shu ta'limga Telegramga ana bunday do'stlar chiqadi. ta'lim. Uzr do'stlar, ta'lim. Qo'shib yozish kerak, ta'lim. Ana qo'shib yozsalaringiz chiqadi. ta'lim O'zbekiston va inglizlarni barvaqt qo'yilgan. Mana shunday obuna bo'linglar. Iltimos do'stlar, 200 ta bo'laylik. Iltimos sizlardan. Hammalaringizga rahmat. Oldindan bosmaganlar, iltimos sizlar ham bosinglar. Iltimos.